O'tgan yakshanba kechki payt maza qilib dam olib kino ko'rib yotaman deb kinolarni qo'yib tayyorlab tursam, telefon kelib qoldi. Qarasam, transferga telefon qilyaptilar. Bemorning pulsi tushib ketdi. Shoshilinch vaqtinchalik kardiosimulyator qo'yishimiz kerak deb aytdilar. Men shu zahot taksi chaqirdim va tayyorlanib taksiga tushdim. Va tungi Toshkent tomosha qilib, chiroqlarni tomosha qilib, klinikaga yetib bordim. Klinikaga borsam, hamma joyda chiroqlar o'chirilgan. Kun bo'yi kasallar bilan to'la bo'ladigan yo'laklarda bitta ham odam yo'q. Keyin bir nazarga bilan birgalikda kasalni qayta ko'rdik. Bemorda chindan ham pulsi tushib ketgan, to'g'ri pulsi o'ynab yotibdi, 30 ga tushyapti, 170 ga chiqyapti va pulsi tushgan vaqtda kuchli hansirash, nafas siqishi shikoyatlarini bildiryapti. Bemorni shoshilinch ravishda tayyorlab, operatsion xonaga, ya'ni kateterizatsiya laboratoriyasiga olib bordik. Va u yerda shu vaqtinchalik kardiosimulyator implantatsiyasi amaliyotini amalga oshirdik. Kardiosimulyator qo'yib bo'lishimizga bemorning shikoyatlari yo'qoldi. Nafas olishlari ochilib, miyam ochildi degan fikr berdi. Shundan so'ng bemorni palatasiga qayta o'tkazdik. Operatsion xonani qayta yig'ishtirib, tozalab, chiroqlarni o'chirib chiqdik. Bemordagi hamma shu holatni yaxshilab tashqariga chiqqanda, o'sha ko'chadagi chiroqlar o'chirilgan, butun Toshkent uyquga ketgandi. Qayta taksiga chaqirib, bu safar qorong'i ko'chalar orqali kvartiramga yetib bordim. Kvartiraga yetib borishda yo'lda korzinkadan narsalar olishga qaror qildim. Ya'ni kino ko'rib yeb o'tirish uchun mayda-chuydalar. Keyin olib kvartiraga keldim va kinoning qolgan joydan davom ettirib oxirigacha ko'rib qo'ydim. Shu bilan yakshanba dam olish kunidagi sarguzashtlarimiz tugadi.